Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana yana yangi zakazlarimizni boshlaganmiz. Bular laminat eshiklar. Klassik fasonda eshiklarimiz jirvirlari boshlandi. Gradrovkalar ham bo'lgan bu eshiklarimiz. Bitta ko'rib baho beriladi o'zlariga. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib betlariga astarlar sepib, kraskalaklarni sepib, chiroyli qilib chiqaramiz bu ishni ham. Kuzatib borsanglar, bularni ham qo'yamiz. Hop, bu tarafda nalchkalarimiz ham. Hop, buni nalchniklari oddiyroq fason bo'lgan. Bu hamyonbop eshiklardan biri bo'ladi. Xudo xolasa nalchnilari ham oshiqcha dizayni yo'q. Lekin skromniy bo'ladi ishlarimiz xudo xolasa. Bu tarafda narigi ishlarimizda koronalar yig'ilyapti. Karonalarimizni pardoz ishlari ketyapti. Karonamizni qalinligi 25 sm. Bagotip bo'lib chiqyapti. Chiroyli qilib xudo xolasa bu ishlarni ham bitkazamiz. Yana videolarni joylaymiz. Kunda ish jarayonlarini videolarini joylab boramiz. Kanalimizga kuzatib boringlar. Kanalga obuna bo'lishni istasangiz qolmanglar, like, komment kutib qolamiz.